Assalomu alaykum barchaga. Yana bu xayrli kun. Bu videomuz Amina Aqiya bo'ladi. Amina Aqiya. Kimga qiziq bo'lsa videoni oxirigacha ko'ringlar. Kimga qiziqarli bo'lmasa o'tkazib yuborishingiz mumkin. Ko'p savollar bo'lyapti. Bir akamiz telefon qildilar. Reyestrga tushib qolibdi xullas. Bu nima ham bo'lgan? Chunki men o'zim mana bu video olgan telefonimni Plajina cheklov qo'yilgan, VPN yo'qsa bunga nima keladi? Sirada voda bilan SMS keladi ona beri. Mana SMS keladi. SMS shuncha SMS kelgan, ko'ryapsizlar? Shuncha SMS kelgan. Bu meni ham pir qilgan. Chunki telefonim ikkita, bundan Wi-Fi berib, bunga simkarta qo'yilmagan, через Wi-Fi ishlataman buni. Ba'zida telefonim bir qolib ketadi, o'zim ketib qolsam uzoqroqqa, o'sha 100 metrdan keyinmi, qanchadan keyin Wi-Fi uziladi, bundan SMS keladi. Internetning o'chdi, geolokasiya не передается. Mana, geolokasiya не передается, включите передачу. Внимание, предложение не получается данные. Короче, shunday SMS keladi. Bunga shunaqa SMS kelsa, bundan xavotir olmanglar, o'zi tapamiz telefon qilibdilar, yozibdilar, xullas shunaqa bo'lyapti, biz ham maqsad bo'ladi. Iloji boricha har kun 1 marta, 2 marta, iloji boricha 3 marta bo'sh bo'lgan payt kirib turish kerak. Plajinaga kirib, mana masalan yangilab turib, ketdan kirib turish kerak. Kirmasangizlar o'zidan o'zi olmaydi, nimani geolokasiyani olmasligi mumkin. Bunaqa yozuv chiqarma, bo'shdan kiraverish kerak. Voy. Mana. İşlab turibdi. Mana to'rtasida chechalar chiqadi, zelion kichkina bo'lsa, hammasi ishlayapti degani. Kimga qanaqa savollar tug'ilsa, mana shu yerda bularning o'zining nomeri bor, servis nomeri. Shular aloqaga chiqib, bemalol gaplashsangiz bo'ladi, savollar bersangiz bo'ladi. Nimagadir hozir shu kechagaimizlarga bular telefonni ko'tarmayapti, даже liniya ulamayapti. O'zi bular o'z garajchi liniya qo'ygan, ko'tarib ulanib bo'lmayapti. Xullas e'tiborli bo'linglar dokumentlaringizga. Yana bir masala, yana bitta akamiz yozibdilarki, nima uchun shu ishlamayapti, nima bilmayman. Men Amina Ustanova qilgandan buyon 2 marta adashmasam, plajina o'zgardi, abonament keldi. 2 marta abonament qilish kerak. U qayerdan? Play Marketdan emas, Rus Story'dan. Rus Story olasizlar. O'z ko'rsataman. Mana Rus Story. Ash plajinadan kirib, bemalol abonament qilsangiz bo'ladi mana.